Şərq Türkistan sürgün hökuməti Cumhuriyet Rəisi G'ulam Osman Əpəndi tərəfindən yazılğan qətliam Xitaylarning asosiy siyosati bo'lib kelməkdə namlıq muhim maqoləsini davamlaşdırırıq. Kommunist hükümranlıq ilgirkilərinin başqaruş, bastırış usullarını to'liq joriy qildirgandan boshqa, nopus ko'chirish orqali Şərq Türkistanning demografik qurilmasini almashtirishni alohida o'ringa qo'yib, nopus nisbatini jiddiy turda aks yo'nalishda almashtirib, asosiy aholini Xitoylardan qilishni nishon qilish bo'ldi. Kommunistlarmı karizmatik shaxslarni, olimlarni, buyuk din odamlarini oilani nishonliq yo'qotib kelayotgan edi. Aslida Xitoylarning plani uzun mezgillik va asta-asta yo'qotish bo'lib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoylarning bugungi iqtisodiy va harbiy taraqqiyoti Xitoylarning dunyoga qo'chi bo'lish qarniyatini kuchaytirib o'tkazga, ishki jihatda bir ojiz halqa bo'ladigan omillarni tamoman yo'q qilish zaruriyati tug'ilgan. Masalan, Xitoylar uzoqdan xiyol qilib kelayotgan O'rta Osiyoga kengayish planini amalga oshirish uchun Sharq Turkistonni mangulik tinchlantirishi, kengayish yurishida orqa tarafida chatoq chiqmaslik uchun Uyg'urlardan tamoman qutulishi bosh tortib bo'lmaydigan masalaga aylangan. Mana shu dunyoviy zo'migarlik tushuni ishga oshirish uchun Sharq Turkistonni to'liq bo'ysundirish qadamini tizlatdi. Buning uchun Xitoylar barliq yo'qotish vositalariga murojaat qilishga boshladi. Kultural nuqtadan 2000-yildan boshlab Uyg'ur tilini iste'moldan qoldirishni qadam-qadam yo'l qo'yishga boshlagan bo'lsa, jismoniy jihatdan yo'qotish plani tarkibida zaharlik chekimlikni g'arazlik tarqitish, saqaymas yuqumli kasalliklarni tarqitish, planliq tug'ut orqali ko'payishimizni cheklash bilan qolmay, ishga o'rlashtirish bahonasida yoshlarimizni, bo'libmi yosh qizlarimizni Xitoy o'lkalariga to'shish, o'zlari paydo qilgan ba'zi terrorlik voqealarga chetishlik qilib, yoshlarni tutqun qilish va turmalarda asosan jismoniy jihatdan yo'qotish qatorliq usullarni qo'llanib, Sharq Turkistonning yerlik aholisini yer yuzidan tamamen o'chirib tashlash nishoni qarab bemalol ilgarilamoqda. 2017-yilgacha yoshirin holda qurilish olib berilib tamomlangan natsist uslubidagi kampalar orqali jismoniy jihatdan yo'qotish, aqliy jihatdan zaiflashtirish bugun berilayotgan yangi zulm turi bo'lib, ayollarni erlardan ayirib etish, bolalarni ota-onasidan ayirib etib, kichkidilla Xitoycha yetildirishmi yangidan yo'l qo'yilayotgan zulm va yo'qotish turlaridir. Kampalarning ichidagi zulmlar haqida kampdan qutlab chiqqan bir necha Qozog'iston fuqarosi erkin dunyoda e'lon qilgan videolardan shuni ko'rib olish tas emaski, bu kampalar natsistlarning kampalaridanmi insoniyatsiz. Bu kampalardagi yemekliklarga nimalarning qo'shildiganligi haqida-mu ba'zi uchurlar Xitoylarning xalqimizni zombilarga aylantirish uchun aqliy iqtidorini ojiziltib, ishlab chiqarish hayvonlari saviyasiga tushirib qo'ydigan ximiylik dorilarni ishlatayotganligini bildirmoqda. Natsistlarning kampalari bugun zulmning xotirasi sifatida mavzularga aylantirilib, insoniyatni bu zulmlardan ogohlantirib turayotgan bir davrda, G'arb dunyosi kishilik huquqdan o'tib, hayvonlar huquqi haqida qonunlar ma'qullayotgan bir davrda Sharq Turkiston yuz berayotgan zulmlarning darajasini mo'ljarlashmi tas. Bugun agar dunyo jamoati erkin dunyo bizning tragediyamizga sayrichi bo'lib turaversa, tongla ata bu tragediya boshqalarning beshiga kelishi mumkin. Chunki Xitoylarning dunyoga xo'ja bo'lish shirin tushi ularning genetik xirisidir. Biz uchrayotgan zulmga sukut qilib turayotganlar tarix oldida bu qilmishlar uchun aybga qoladiganligi nihoyat aniq. Bugun Sharq Turkiston yuz berayotgan fojialarni erkin dunyoga to'liq bilan anglitishning mumkinchiligi yo'q. Chunki Xitoylar har qanday diktator davlatlarda bakrak diktator bo'lganligi uchun zulmni baxt deb qabul qildirishda ustalashgan kommunist boshqaruvchilarning planlashi bilan qurib chiqilgan intayin mukammal zulm mexanizmi bu zulmlarni tashqi dunyo to'liq bilan bilmaydigan usullarda davom qilmoqda. Axborot qattiq qamal qilinganlikdan haqiqiy ahvolni har qanday bir chet el muxbirining bilalishi mumkin emas. Kishilar qattiq qo'rqitilib, qo'rqinish imperiyasi yaratilganlikdan kishilar yolg'iz qolganlardimi rost gapni qilish notayin. Bugungi kunda uylarga ko'rish va anglash jihozlari o'rnatilgan vaziyat bo'lg'achqa, hatto oilada oila a'zolari orasida diqqat bilan so'zlashmasa bosh kesildigan ish. Zulmning bu darajasini insoniyat dunyosi eng ibtidoiy davrlarda ko'rib boqmagan turlardan bo'lib, buni boshqalarga so'zlab ishontirgilim bo'lmaydigan darajaga yetgan. Bir donaning aytqanidek, zulm qilmoqchi bo'lsang, chekdan oshirib et. Qanchalik chekdan oshirib etsang, zulm uchirg'ichi boshqalarga dod etib ishontirmaydigan bo'ladi deganidek, Xitoylarmi mana shunday qilmoqda. Dunyo Sharq Turkiston xalqining fojialariga sukut qilmaslik kerak. Sharq Turkistonning besivilingan zamin ekanligini e'tirof qilish zulmga tur deganlik bo'ladi. Sharq Turkiston masalasi hargizmi Xitoyning ishki ishi emas. Menga undaq bo'lmaydi. Biz bugungi madaniyat davrida yuz berayotgan bu vahshiyliklardan shikoyatchimiz. Zolimlar cho'qim jazolanishi, adolat joriy bo'lishi kerak. Mana shundalar ondan biz kishilik huquqdan, madaniyatdan lab olsak to'g'ri bo'ladi. Qonunlar orqali qo'g'dilayotgan hayvonlarni o'ylagan vaqtinglarda shunchalikmi haq huquqi yo'q Sharq Turkiston xalqini esinglardan chiqarmanglar.